Mana do'stlar, bunisi uyda yetishtirilgan. Bunisi esa issiqxonada. Orasidagi farqni ko'ryapsizlarmi? Mana bu issiqxonada, bu uyda. Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videoda sizlar bilan issiqxonada o'stirilgan bodring ko'chati va uyda xonada o'stirilgan bodring ko'chati haqida gaplashamiz. Bularning afzalliklari va qaysi biri yaxshiroq ekani haqida ham. Mana ko'rib turganingizdek, mana shu bodring ko'chatlari issiqxonada yetishtirilgan. Bularning barglari ham anchagina katta va poyasi ham ancha ko'm-ko'k, ya'ni yam-yashil baquvvat. Bunga sabab bular quyosh nurini issiqxonada to'g'ridan-to'g'ri yaxshi o'zlashtirib olishgan. Yorug'lik bu yerga to'g'ridan-to'g'ri tushadi. Yarim tarafiga tushmaydi. Endi esa bularni ko'rsataman. Bular uyda oynada, tokchada qo'yib o'stirilgan. Mana ko'rib turganingizdek, farqi anchagina katta. Bularni mana novdasi juda nozik va oppoq va bo'yi ham juda uzun, barglari esa juda mayda. Bunaqa ko'chat qorong'ulik sabab bo'ladi, shunaqa o'sadi. Bunday bo'lib o'smasligi uchun buni uyda o'stirmoqchi bo'lganlarga tavsiyam juda yorug' joyda qo'ying. Shunda yorug'lik to'g'ridan-to'g'ri tushadigan bo'lsa, uning novdasi va barglari baquvvat bo'ladi. Ildiz otishlari ham yaxshi rivojlanadi va mana shunday qiyshayib, mana novdasi bukilib qolmaydi. Bularni ham to'g'rilasa bo'ladi, lekin bunga anchagina vaqt va mehnat ketadi. Buni endi uydan bugun olib chiqdik. Buni endi quyoshda qo'yib, ya'ni issiqxonada to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuri tushadigan joyda qo'yib, dibini, ya'ni novdasini baquvvat qilib o'stirib boshlaymiz. Bularni novdasi baquvvat bo'lib o'sgach, bularni tuproqqa, ya'ni yerga yarmigacha, novdasini yarmigacha mana shu yerlarigacha ko'miladi. Mana shu yerlargacha ko'milsa, bu yerlaridan ildiz otib, tuproqda o'sishni yaxshi rivojlanib boshlaydi. Bularda esa unaqa bo'yni, ya'ni juda o'sib ketmagan, novdasi ham baquvvat, barglari ham yirik. Shuni hisobiga buni to'g'ridan-to'g'ri yerga ko'mib ketsa ham bo'ladi. Lekin bularni qaytadan o'stirib, xullas bularni ishi juda ko'p. Ya'ni bunaqa o'stirmoqchi bo'lganlarga maslahatim, uy sharoitida uyda o'stirmanglar. Sababi qorong'u tushib qoladi. Kechga borib quyosh oynadan boshqa tarafga o'tib ketadi, ya'ni kuni bo'yi quyosh tushib turmaydi, ya'ni yorug' bo'lmaydi. Sun'iy yoritish moslamalari ham quyosh kabi bo'lmaydi. Chunki o'simlik har qachon qanday o'simlik bo'lishidan qat'iy nazar, u quyoshga, yorug'likka qarab intiladi. Quyoshdan vitaminlar olib yaxshi o'sadi. Mana bu yerda issiqxonada quyosh yop-yorug', ya'ni quyosh to'g'ridan-to'g'ri tushgani sababidan bular yaxshi baquvvat bo'lib o'smoqda. Bular esa ancha zaif. Mana bu tarafda ham bor. Mana bular anchagina baquvvat bo'lib, mana barglari chiqishni boshlayapti. 4-barglari. Bular mana aytganimdek, bular juda haligi zaif, juda zaif. Bularni parvarishlash qiyin bo'ladi. Mana bu tarafda sarg'ayib qolgan. Bunga birinchi sababi, bu juda qorong'u joyda qolib ketgan. Mana bu tarafda ham.
Bular qorong'ulikda o'solmaydi. Bularni qorong'u joyda qo'yilgani uchun yaxshi o'smagan. Endi bularni qaytadan yorug' joyda qo'yib o'stiramiz. Boya aytganimdek, agarda video foydali bo'lsa, обязательно videoga like bosib, shunaqa bodring ekishga qiziqadiganlarga ham jo'natib qo'ying. Keyingi videolarda bularni ekish jarayonlarini ham ko'rsatib boraman. Xayr, salomat bo'ling.